Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Turma xotirlari mahbus ruhlar. Abdori Abduvali Ayub. Tükürüküm dava. Örümçide qamalganning 4-kuni. Juma kecha soat 3:30 bo'lgan chaq edi. Puchamga siriq jiletga kiyib, kashlik navbatchilikda turayotgan edim. Koridordagi soatni ko'rolmaydim. Shunga udulumda koridorga qaraydigan eshik tarafda turayotgan mahbusdan har 10 minutda bir so'rab turatdim. Butunlay nilondan tikilgan bu siyosiy jiletga havo o'tkazmagachga bak terlitatdi. Ammo buni heligu navbatchilikda ekan, yotqandimi silishqa bo'lmaydi. Navbatchilikda ko'zim yoshlanmasligi shart bo'lg'achqa, xiyol nomi yig'latmaydiganlarini tepib, tanlab surishga to'g'ri keladi. Iloji bor o'zimni, onamni, ayolim va qizlarimni menga tasavvur qilg'ili bo'lmag'idek uzoqda qolgan erkinlikni o'ylamaslikqa tirishayotdim. Ata dars bo'lmag'achqa har kunkidek diqqatda o'ltirishning hojati yo'q edi. Shunga mahbuslar xotirjam uyquga ketgan edi. Esimga Yangyongning kashlik yig'inda aytgan so'zlari keldi. Aram kunlari mashg'uliyat yo'q ekan, dars o'qilmaydi ekan, ta'sirot yozilmaydi ekan, tövbe nama yodlanmaydi ekan. Tuyuqsiz eshikning taraqlab ichilishi bilan xiyolim bo'lindi. Doklad tarbiyachi deb kamera eshikning oldiga yugurib bordim. Gundupay qo'sh qavatlik eshikning necha yeridan itiladigan qulupni taraqlatib, ochgandan keyin eshikni ochdi. Chochlari o'skilang, ko'zlari uyqusizlikdanmi yoki yig'idanmi qon quygandek qizirib ketgan, amdila 20 yoshlarning qarisini olgan o'roq, o'ttiri bo'y, qarmutuq bir bola shuncha issiqda jalaqlab titirgan peti kameraga kirib keldi. Gundupaylar gapmi qilmay eshikni gum qilib taqab, quluplarni yana burunqidek necha yerdan etib ketib qoldi. Uyqusi sagat Yangyong o'rnidan qopib, yangi mahbusning chiroyiga so'g'ib bir qarab qo'yib, "Xanzuch bilamdi, so'rab baq", dedi. So'rasam bilmaydi ekan. "Albatta bilmayman deydi-da. Hozircha uxlab tursin. At hisoblashimiz", dedi Yangyong karvatiga yonboshlab. Yangi mahbusga kameraning kayni ishigiga berib turishni aytdim. Kayni eshikning yo'chuqlaridan kameraga gurildab shamol kirib turadi. Yangi kirgan kishi kameradagi sisiqchilikqa ko'ngicha ashunda havoliqroq yerda turish yaxshiroq edi. Men kirgandan keyin u eshikning ichlig'ini yo'q. Hammasining og'izda havolanish chambariki deyiladigan u yerning siri menga qorong'u edi. Atsi o'yg'ansam, yangi mahbus shu joyida beshini chatiriqiga tiqib o'ltiribdi. Kameraga kirib 4-kuni havolanma degan qandoq yer, u yer har kuni soat qancha bilan ichilib, qancha bilan taqiladi deganlarga diqqat qilishga boshladim. Yangiratqudan havolanma ichiladi deb varqirgan ovoz yangi mahbusni cho'chitib, o'rnidan turg'izvatdi. Hammaylan shapashlab pagahga tushib, ikki qator bo'lib tizildik va havolanmaga qaraydigan eshikning ustidagi ko'znakdan bizga qarab o'ri turgan Gundupayga qarab, "Tarbiyachi, yaxshimisiz?" deb varqirdik. Gundupay bizga qarabmi qo'ymay, og'zi burnini bir qo'li bilan etib turib, avval putida panjarani ochdi. Ondan ingishib, orqa eshikning ustidagi lokini ko'taribdi. Taraqqida qilgan ovoz bilan orqa eshik ochilib, kameraning ichiga isning, to'pining, dorining, oshxonaning puroqlariga o'xshaydigan yoki hammasi aralashgan bir puroq kirib keldi. Mahbus kiyimini silib tashlab, o'zining kiyimlarini almashtirib olgan kona mahbuslar lata kashlarining qo'nchiga dastlab o'zlarini havolanmaga otdi. Havolanma degani kameraning kayniga joylashgan 10 kvadrat metr keladigan bir ochiqchilik edi. 4 kundan beri tunji qitim havolanmaga chiqishim va qo'rqmay sirtning havosini purishim, osmonga qarashim edi. Bir kecha sesiq puroqdan gaz bo'lgan purash sezgularim jonlangandek, mengimga tutashgan sanoqsiz kanallar ichilib ketgandek
sagaklashib qoldim. Kechidan og'zi burnimni etib olgan bir qara qo'ldan qutulgandek yenik bir nafas oldim. Osmonga sinchilab qaradim. Ammo ko'rganim osmonning o'zi emas, to'qining ko'zidek kvadratlardan ko'ringan 4 chasa qilib to'qilgan osmon bo'ldi. Üsti sim tor bilan to'qilgan 4 chasa havolama bayni qafasning o'zi edi. Torning to'shiklari minglagan ko'zlardek kuzatayotgandek, odamga masxir qilib qarayotgandek ko'rinatdi. Osmonda kun yo'q edi. Havosi dunyo bo'yicha eng ig'ir bulg'angan shaharlarning biri sanaladigan Urumchining osmoni qo'g'ishin ranglik edi. Yo'q, bu shahardagi binolar, yo'llar va ko'riklarning asosliq materiali bo'lgan simnut ranglik osmoni tutuq, nursiz, ko'ngilsiz edi. Qamalgandan beri bir qancha qatim beshimga kiydirilgan xalta chiqarg'ili bo'lmas bo'lib kiyilib qolgandek yoki og'zi burnimni biri ching changallab tutib olgandek, nafsim yetishmayotgandek, qonimdan biri bo'g'ib olgandek bir tuyg'u meni tunjuq turatdi. Kamirdan ochiqchilikqa havolanmaga chiqibmi, cho'nqur qilib qancha nafas ilibmi, bu tuyg'udan qutulolmadim. Shu an Xitoycha doim ishlatadigan osmonda tor, yerda qapqan degan so'zning ma'nosini tushungandek bo'ldim. Yerdagi qapqonga tushdim. Qanotim bo'lgan taqdirdami, allaqachon osmonga to'qilgan to'rga ilinib qolgan bo'latdim. Bir ish qilib, bu bearomlikdan qutulishim kerak edi. Qo'shimlarimni juplavatgan, to'xtamay degizayotgan bu tuyg'udan qutulishim kerak edi. Hech kim buyurmasimi havolanmani dasmallab chiqdim. Ondan yangi yo'ngdan ijozat olgandan keyin darhol necha kundan beri ichib, purab turgan dasmal surtkichlarni yeyvatdim. Mahbusluq mashqi boshlansin deb varqiradi yangi yo'ng. Sapsiriq tishlarini chiqarib, sat yejib, Farhod chachrab o'rnidan turib, "Xo'p", dedi. U oldi bilan bir buningdan nima qilishni bilmay tugilib turgan yangi mahbusni havolanmaning o'ttirsiga turg'izib qo'ydi. Ondan uningga Xitoycha uqmaydiganligini bilib turib, Xitoycha komanda berib, o'ng so'lga burilishni o'rgatishga boshladi. Yangi mahbus o'ngga buril desa, so'lga burilib xatolashatdi. Farhod darhol tomoq oladigan chilakning og'zi bilan uni uratdi. Farhod yangi mahbusga Xitoycha sanoq sanash va burilishni mashq qildirib bo'lgandan keyin uningga yodlaydigan narsalarni tutqizdi. O'zini Aqsu Avaddin degan bu bola Urumchida bir maxfiy madrasada din o'qib tutilibdi. Bechora Xitoycha emas, Uyg'urcha o'qish yozishni bilmagachga Kamir qoidasi, qamalg'uchilarning huquq majburiyatlari, tövbenoma deganlarni Farhod qancha qatim deb bersimi, do'rab bo'lolmay yodlashda bak qiynaldi. Agar Uyg'urcha o'qishni bilgan bo'lsa, mashq jarayonida yodlaydigan Xitoycha mazmunlarni yozib bergan bo'lardim. Xitoycha gapni Uyg'urcha yozsa, talaffuzi g'alati chiqsimi, yodlaplab bo'lsa, tayiqi yeniklaydi. Ammo bu bechora yiziq deganning hech birini bilmagachga, Xitoycha qoidani Uyg'urcha yozib bergan taqdirdimi, o'qiyolmag'achqa yodlashqimi imkoni yo'q edi. Kamir boshlig'i uni jazolab, atigandan kechgacha tamga qaratib turg'izib qo'ydi. Uningga yeydigan, ichadigan hech narsa bergizmadi. Siyosiy mahbuslarga odatda kunda biror qatim ta'rat qilishga ruxsat qilinadi. Uni ta'rat qilishdan mu chekladi. Men Yangyongga suv berishni iltimos qilgan bo'lsam-mu, talib bola suv ichsa, kichik tarti qistab bearam bo'lmasligi uchun ichmadi. Kechda hammaylan uxlab qolganda bo'lsa-mu, yangi mahbus bolani bir ta'rat qilg'izib, ozroq suv ichkizib qo'yish uchun uning bilan billa navbatchi bo'lishni talab qilib oldim. Kecha soat 3 bo'lgan chog' edi. Ochliqdan bo'lsa kerak, talib bola navbatda o'ra turib etib, tuyuqsiz joyiga paloqqida yiqilib tushdi. Yugurib berib peshonasini tutsam, o't kavob bo'lib qizib ketibdi. Sagak uxlaydigan Yangyong o'rnidan chachrab turib ketdi. Uningga hech bo'lmasa
suv berishni dedim. Uyg'unib ketgan bir Uyg'ur bola qopib, suv oladiganға xalaga mengivedi. Yang o'zining tamaka chekkanda ishlatadigan tukurik qachsini tanglab, suv akilishga buyurdi. Tukurik qachsiga elib kelingan suvni tinmay ichiyotgan talib bola qarab turishga chiday olmay, ko'zoynakimni qo'limga elib surtgan bo'lib qopib ketdim. Ammo g'azabdan qo'llarim titrab, hech qamlashtira olmaydim. Men kichik vaqtimda Uyg'urlarning masjid oldida tamoq, suv va mevalarni tutib turishlarini ko'rgan edim. Ularni namozdan qaytganlar qochlarga tukurib qo'ysa, uyiga elib ketib yeydi deb anglagan. Anglashimcha, ular namozdan chiqqanlarning tukurkini payda qiladi, kasal davolaydi deb qaraydi ekan. Cho'ng bo'lgandan keyin boshqa Uyg'urlardan so'rsammi, ashundoq qilsa davo bo'ladiganligini deyishgan edi. Qaranglar, mening tukurkimmi buning qizitmasiga foyda qiladi. Balki texi qo'sh unum berib, buningga xanzucha tilmo chiqib qalamdo texi, dedi. Taxtida yejiyib o'ltirgan kamera boshlig'i. Yangyongdan ko'zimni ilib qochdim. Chiroyiga qarasamla yuziga tukurib tashlaydim. Shunga o'zimni ta'sda tutib, beshimni yonga burib oldim. O't kavob bo'lib tugilib yotgan talib bolaga qaradim. U suvni ichib uyquga ketgan edi. Bechora bola o'zining suvning o'rniga nimani ichganligini bilmaydi. U kamerda o'zi haqida xitoycha bo'layotgan parani tushunmaydi. U xuddi o'zining qandoq sabab bilan tutilib qolganligini, Qur'on o'qishning zodi qandoq jinoyat bo'ladiganligini, o'zining nima uchun davlat bexatarligiga tahdid solgan degan jinoyatga tova qildirilayotganligini bilmagandek, hatto davlat bexatarlik, tahdid deganlarning ma'nosini to'liq bilmasligi mumkin edi. U rostilla tushunmaydi. Kimning usullikqa nima berib, keyindan nima da'vatqanini tushunmaydi. Akşam yerim kechida kirgandan beri kun bo'yi og'izga bir burda non, bir yutum suv olmagan bechora tukurik qachsida berilgan suvni ichib, qo'zidek tugilib yotgan yerdala uxlab qolgan edi.